Dasturimiz davom etadi. Sifatli yo'llar mamlakat taraqqiyoti va aholi farovonligining muhim omillaridan biridir. Ravon yo'llar shahar va qishloqlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlab, hududlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llarini bunyod etish, zamon talablariga moslashtirish, infratuzilma sifatini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Tamara Jumaniyozova Shumanay tumani misolida mavzuni davom ettiradi. Shumanay tumani Bekjab ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Uyg'ur ovul aholi punktiga olib boruvchi ushbu ichki tuproq yo'lga qum shaqal aralashmasining yotqizilishi hududda istiqomat qilayotgan aholining ko'p yillik orzusi edi. Жол болмағанда қатты қиналдық. Енді біздер каналдың басында тұрамыз. Енді неше бұқаралар, шаң, балаларымыз қыста мектепке, садикке бару ұлыма қиын еді. Балшық, даже көліктерімізде жүре алмайтын еді. Мінекей сондай шариатты жаратып берді. Міне әзір асфальт кеп атырыпты. Мыңда бір рахмет. Мына жолымыз, суымыз, халқымыз енді ешқандай не жоқ, жалобы ешкімде жоқ, машқалалар. Себебі су келді. Мінекей асфальтымыз kelib atribdi. Bәріне рахмет. Shumanay tumani markazini xalqaro ahamiyatga ega A380 avtomobil yo'li bilan bog'lovchi D235 avtomobil yo'lining 45-67 kilometr oralig'iga davlatimiz rahbarining 2026-yil 21 fevraldagi 70-sonli Qoraqalpog'iston Respublikasining 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusi yillarga mo'ljallangan dasturlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori asosida yangidan qora qoplamali asfalt yotqizish ishlari olib borilmoqda va tez kunlarda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hurmatli prezidentimizning 70-sonli qarorina asas Shumanay rayonidan o'tuvchi D235 avtomobil yo'lining 45-67 kilometr aralig'ida jami 22 kilometr yo'limiz remontlanib o'tiribdi. Hozirgi vaqtda 45-52 kilometr aralig'ini bo'ldik, jami 7 kilometrda. Endigi жұмыс davomi 22 kilometrda qarsizligimizning 35 yilligina topshiruv arafasindamiz, xudo xolasa. Bundan tashqari tuman obodonlashtirish boshqarmasi qaramog'idagi jami 9 mahallada 16 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari bo'yicha 2026-yil 4 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirish belgilangan bo'lib, bugungi kunda 5,7 kilometr ichki yo'llarga qum shag'ali aralashmasi yotqizilib, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda.